Onasini o'g'ilchasi yoki maminki sinovchiklar oilada hammani baxtsiz qiladi. O'zini, ayolini va hatto onasini. O'zi xohlagan hayotida yasha olmaydi, zanjirband qilingan. Ayoli o'zini sevimli va kerakli his qilmaydi. Onasi esa doim uni taqdirini nazorat qilish uchun bezovta, xavotir, xotirjamligi yo'q. Bu ko'pchilik o'ylaydiki, onadan ajralish kerak deganda bu onani tashlab ketish deb erkaklar qoralaydi bunday maslahatlarni. Lekin bu ajralish haqida emas, bu mustaqil bo'lish, katta bo'lish haqida. Qachonki erkak onasidan mentalni ajralsa, u mustaqil bo'ladi. U qarorlar qabul qiladi, g'amxo'rlik qiladi, oila boshlig'i bo'ladi va daromadi ko'payadi. Tabiiyki bundan hamma bahramand bo'ladi. Yoki bir umr pasporti bor, bolakayligicha qolaveradi.